1 2 3 4 5 6 7 8 9 barakasi uchun. Demak, showimizni shartlarini tushuntirib o'taman qizlar. Yana shuncha aytdim, chiqa qo'yin, bir qiz kela qo'yin desa kelmadinglar. Chiqarishma yo'li ko'p. Salomat bo'linglar. Demak, davramizga chiqqan mana qizlarimiz uchun 88 da chiroyli qarsagilar bilan olqishlab qo'yasizlar. Faqat qizlar bilan zo'r bir show o'yin o'tkazamiz. Showimizning sharti shundan iborat bo'ladi qizlar. Hozir men 1 2 3 deyman. 3 degandan so'ng bir-birimizdan otlarni so'rab olasizlar. Ya qizlar, o'rnasizmi? Bo'ldi, bo'ladi. 3 degandan bir-biringizdan otlarni so'rab olasizlar. Kelishdikmi? Tayyormisizlar? 1 2 3 otni so'rashib olasizlar. Otni so'rashib olasizlar. Otlarni so'rashib olasizlar. Salomat bo'linglar, so'rashib olasizlar. Rahmat. Qizlarimizni qo'llab-quvvatlab, showimizni boshidan bular uchun bitta chiroyli qarsaylar bo'lsin. Maestro muzika, kelinglar o'rtaroqqa taklif qilamiz. O'ynaymiz. Aylanib doira shaklda, ha? Hop. Qani. Yeah. To'rtdan. Adolat aypa rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Bir qarsanglar bo'lsin, Adolat aypamiz showimizda birinchilardan bo'lib tark etdilar. Rahmat. Adolat aypa quri ketmaysiz. 88-yillar sinfdoshlarining nomidan podarka bilan ketasiz. Bir qarsanglar bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Ketdik qizlar, o'ynaymiz. Davom eting. To'xta. Qag'allar qani? Tavhiy. Assalomu alaykum. Keling, so'rashmay ketish yo'q. Maktabdagiday so'rashmay chiqib ketish yo'q. Ketdik qani? Davom etamiz. Ketdik. Maestro muzika. Hop. Woo! Hop. 3 qiz 3-dan. 3dan. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Sizlar ikkovingizga rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, shu ikki qizimizga rahmat. Sog' bo'linglar. Sanay olmay qoldingizlar, ha? Ham quchoqlash kerak, ham sanash kerak, u maqsad emas. Ketdik, maestro muzika. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. Yeah, you like to move it. I like to move it. I like to move it. To'rt. Rahmat, sizlar ikkovingizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qizimizga rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz. O'rtaroqqa kelinglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Demak, final yaqin, xudo xolasa oz qoldi. Qani maestro muzika. Hop. Qani? Oh. Uchu. Siz qo'yag'ang ayb. Bu tushuntiribman, bari kuchingiz bilan harakat qilyapsiz. Lekin ayapam bu yoqqa qo'shilib ketdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Bir qarsanglar bo'lsin shu qizimizga ham.
Sağ olun. Demak, 3 ta qiz qoldi. Ketdik maestro muzika. O'ynaymiz. Oh hey, oynaymiz. Sen varsın tek mende, kelmeytin şekdewge, şadırap köktemde. Yeku. Bo'ldi, aypa qo'ya qo'yasiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Bu ikkita qizimiz qoldi. Rahmat, sog' bo'ling. Keling. Xo'sh, final. Atingiz kim edi? Go'zal. Go'zalxon sizniki? Nargiza. Nargizaxon, mana Nargizaxon bilan Go'zalxon qoldilar. Qaysi sinf? A klass. Siz? V klass. Rahmat. Demak, finalda shartini tushuntiraman. Qo'shiq qo'yib beriladi, qo'shiqda o'ynaysizlar. Qo'shiq to'xtagan vaqtda men nun aytsam, kim birinchi shuni olib kelib bersa, shu g'olib bo'ladi showimizda. Kelishdikmi? Men aytgan narsani men muzika to'xtaydi, to'xtagandan men nun aytsam, shuni olib kelib bergaylar. Kim birinchi olib kelsa, shu showning g'olibi. Tushunarlimi? Ketib bo'lmasam o'ynaymiz. Maestro muzika qarsanglar. Qani, ha! Hey! Hop! Ha! Aha, işte. Ha! Woo! Bir dana. Wow! Akim yo'q. Bir qarsanglar bo'lsin, rahmat. Maestro, rahmat. Bir qarsanglar bo'lsin. Zo'r. Rustam aka qana? Rustam aka. Shu yerdamiz. Aytdim-ku, 400 ni o'zim o'rtadan turlayman, qismman desa qisinaver. Oh. Ona DJ'ning ham tutib qolatan qilig'i bor. Rahmat, sog' bo'linglar. Demak, iyasini bermang, aytaman. Uyga chechamlar boravermas. Xo'sh, demak, ikkita qizimiz showimizning g'olibi. Birinchi bu qizimiz olib keldilar. Birinchi o'rin g'olibi. Rahmat. Keling, mayli, ikkitasiga ham. Shu ilk qizimiz ham xafa bo'lmasin, ha? 88larni yugulaydi. Analar, rahmat. Sinfdoshlar nomidan qabul qilasiz. Bravo! Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat. Endi davom etamiz, yana mana shunday qiziqarli tarzda davom etamiz. Bugun 20 yillik uchun tashkilotchilar baraka topsin, bir chiroyli faxriyorliklar tayyorlabdilar. Shularni topshirishni boshlaymiz. Men hozir A sinfdan bir yigitni taklif qilaman. A sinfdan bir bola kelsin, faxriyorliklar topshirishga ozgina yordamlashib turadi. A klassdan keling aka. Xo'sh. Amudaryo tumani 31-sonli o'rta maktabni 2006-yil bitirgan o'quvchilarning 20 yillik uchrashuv kechasida sinfdoshlar orasidan chiqqan eng namunali maktab o'qituvchisi Ermanova Sabohat. Qani? Tabriklaymiz. To'xtab turing endi. Medal topshirib qo'yamiz sinfdoshlar nomidan. Duymasin bag'rima bosildi, qo'llari bo'ynima osildi. Duymasin bag'rima bosildi, qo'llari bo'ynima osildi. Mening hayron yuragimday ko'zdagi olmaga ochildi. Rahmat, sog' bo'ling. Ayapa endi sharti bor edi, yaxshi. Keyingisidan davom etamiz. Mana nominatsiya olishga chiqqanlar o'rtaga chiqib raqsga tushib chiqasizlar. Bo'lmasa hisob emas. Nominatsiyani oqlab ketasizlar, o'rtaga raqsga tushib kelasizlar. Demak, sinfdoshlar orasida eng faol do'konchi
Gulmonova Mavluda. Ayday senin yüzün yerimden Oynayımız. Kızılmay kızıl kızıl Garip kovay tağırım Oğlanın sözüm Sulap kara gözüm Sulap kara gözüm Rahmat. Sağ olun. Dukanchi qizimizga bir qarsak elab medal berib qo'yamiz. Ay apa hech o'ylaydingizmi dukan ochib medal olaman deb. Marhamat, zo'r. Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Sinfdoshlar orasidagi eng faol aptekachi O'razbayeva Nasiba. Oynaymiz. Стал богаче, даже богаче. Раскидался, как Джеки Чан. Sog' bo'ling, rahmat. Salomat bo'ling deymiz. Muborak bo'lsin, sinfdoshlar nomidan qabul qilasiz. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Demak, uzr, bir medal bor. Qabul qilib olasiz. Apteka malikasi, keling. Bir medal olib ketasiz. Faxriyorliklarimiz bor. Medallarimiz biroz kamroq. Ayibga bermaysizlar. Sinfdoshlar orasidan chiqqan tumanimizning eng namunali yakka tadbirkori Yangiboyeva Malohat. Qani Malohat xon. Dinda mende xali boy bor Labimda bal bor, ko'zimda xal bor, yanimga kelma ag'am bor. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, bir qarsanglar bo'lsin. Bir yaxshilab o'ynanglar, faxriyorlik olib o'tirgansizlar, men o'ynayapman. Demak, keyingisi davom etamiz. Sinfdoshlar orasidan chiqqan eng faol baliqchi Boltaboyev Oybek. Hop. Молодцы. Rahmat, bir qarshi. Akam ko'rdingizlarmi? Turishim. Laqqaga o'xshaydi o'zi turishim, ko'rinishim. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. O'g'il bolalarga bir medal bergan bolalarimizdan ham. Rahmat. Salomat bo'ling. Aka, 2 kilo olib kechqurun uyga. Ketdik, davom etamiz. Sinfdoshlar orasida, mana zo'r lekin. Sinfdoshlar orasida 11 yil birga o'qib, yana bir umr birga yashashga majbur bo'lgan, kechirasiz. Sinfdoshlar orasida sevishib turmush qurgan oila Hamrayev Behzod, Jumaberdiyeva Yulduz. Qani keling. Hop. Behzod aka, qani? Sizmi? Tabriklaymiz. Qalay endi mana 11 yil birga o'qib, yana bir umr birga yashash zo'rmi? Zo'r. Salomat bo'ling. Bir qarsanglar bo'lsa, rahmat. Salomat bo'ling ana. To'xtab turing, chicha. San'at turmushga chiqib nu ko'rdim degan vaqtimda hech narsa deya olmaslik uchun medal berib qo'yaman. Men senga medal olib berganman deb qo'yapman. Rahmat, hazillashamiz, davom etamiz. Yana bor ekan mana sinfdoshlar orasida sevishib turmush qurgan oila Xolmurodov Baxtiyor Matyakubova Sabohat. Keling. Juftimiz bilan. Молодцы, o'ynab, ha? Молодцы. Gözüm zülfü zerde hayallerde Saçları emberdur şemalerde İki yüzü kızarken Rahmat. Mana bu qarsaklar 88 nomidan qarsakinglar. Sog' bo'linglar, uzoq umr ko'ringlar iloyim. Qani, davom etamiz. Hali bor yali bor. Xo'sh. Ana bu boshqacha endi. Bu natija. 20 yilda ko'p odam har xil natijaga erishgan, endi bu eng ko'zga ko'rinadigan natija. Sinfdoshlar orasida eng ko'p farzandli sinfdosh Qutlumurodova Nafisa.
Bir o'zim ichingda deb turibdi-da hozir. O'zimman deb savol. Bir qarsaylingiz, qancha farzandingiz bor? 5 ta. Bir qarsaylar bo'lsin. To'ylarga borish nasib etgan Xudoyim. Salomat bo'ling deymiz. Mana yezdaning chal biridan bir ozgina bir net berasizlar Xudo xolasa. Bizlarga rahmat. Sog' bo'ling. Davom etamiz. Sinfdoshlar orasida, bu A-klass hech boshqa yerga bermaganman deyman bu. Sinfdoshlar orasida sevishib turmush qurgan oila Eshjonov, Jo'rabek, Gulmanova, Dilnoza. Bormi? Mayli, uzrli ekan, berib qo'yasiz. Mayli. Uzrli ekan. Davom etamiz. Sinfdoshlar orasidan chiqqan tumanimizning eng namunali yakka tadbirkori Atamuradova Nargiza. Qani. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azri qo'sig'imiz boyag'i oldi o'sgan. Qizlarda qizlar shunlanadi. Hurmat bering. Ajriya. Hop. Salomat bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Bir klass, rahmat, salomat bo'ling. A sinfga bir qarsaginglar bo'lsin. Rahmat, endi boshqa sinflar ham tayyorlabdi. Ularni ham taklif qilamiz. Biz sinfdan adashmasam, biz sinfdan keling, bir yigit kelsin, topshirish uchun keling akamiz o'zi. Bergi, bir klassga ana. Buni qo'yib turing. Davom etamiz. Endi bu bir narsada buni hammaga bersa bo'laveradi. Sababini topib, lekin glavniy narsa bu yerda bir kayfiyat ko'tarish maqsad qilingan, boshqa hech narsa maqsad qilinmagan. Demak, davom etamiz. Bir sinfdan sinfdoshlar orasidan Umra ziyoratiga borgan sinfdosh Allomov Nurbek bir qarsaginglar bo'lsin, mashallah. Mashallah, salomat bo'ling. Esdalik, rasmga ham olib qo'yasizlar, rahmat. Davom etamiz. Sinfdoshlar orasidagi a'lochi o'quvchi Yo'ldashev Davronbek. Davronbek! Молодцы! O'ynaymiz. Bir klass. Rahmat, ana. Medallar muborak bo'lsin, ana, sog' bo'ling. Padeshka, aka, faxriyalik taqding. Dokument taqding. Medalni nerdan olding desa ko'rsatasizmi uni? Tabriklaymiz ana xolos. O'qib nima bo'lding deganlarga ko'rsatib qo'ying medalni. Davom etamiz. Sinfdoshlar orasidan chiqqan a'lochi o'quvchi qiz Qurbonova Yulduz. Yulduz. Qarsaylar bilan. Hop. Qabul qilib olasiz medallarni. Salomat bo'ling. Qarsaginglar, rahmat. Davom etamiz. Xo'sh. Buni zo'r ekan. Sinfdoshlar orasida birinchi uylangan bola Otajonov Ma'ruf. Brat! Rahmat. Brat, bir narsa so'rasam bo'laman, siz nima majbur qilgan buni erta uylanishga? Hazillashamiz. Bir qarsanglar bo'lsin.
Söylang, ayting. Sinfdoshlarim sog'inib qolaman deb sinfdoshim bilan uylangan. Shundaymi? Bir qarsanglar bo'lsin, ana xolos, sinfdosh uylangan ekan. Demak, rahmat, sog' bo'ling. Otajonov Ma'ruf, mana qabul qilib olasiz faxriyorliklarni. Rahmat. Demak, sinfdoshlarning orasidan chiqqan tashkilotchi qiz Malohat. Yashang. Zo'r. Qabul qilib olasiz, rahmat. Medalni qabul qilasiz, rahmat. Salomat bo'ling, katta rahmat. Endi V sinf, xudo xolasa. V sinfdan ham mana bir kayfiyat ulash uchun chiroyli tarzda faxriyorlikqa tayyorlangan. Keling, bir yigitni taklif qilamiz. Rustam aka keling. Xo'sh. Olib keling medallar. Bitta-bittadan olib kelsangiz ham bo'laveradi. Moderator mana. Sinfdoshlar orasida birinchi turmushga chiqqan qiz bola Karimboyeva Muhayyo. Мы случайно встретились, падал белый снег. Ты меня заметила, я сказал привет. Марина, я сказал привет. Marina, shundaymi? я сказал привет. Salomat bo'ling. Bu klassda o'ynayapsiz-da? Salomat bo'ling, rahmat. Mana klassingizning qizlari hammasi yomon ko'rib o'tiribdi. Boshqa klassda uylanib ketdi, qarab ko'rdim. Hazillashamiz. Topshirib qo'yamiz. Muborak bo'lsin. Baxtli bo'linglar, qo'sha qaranglar iloyim. Shunday do'stlarning davrasida shunday e'zozda e'tirofda yuravergaysizlar. Rahmat. Bir qarsanglar bo'lsin, mana chiroyli juftlik ekan, ko'z tegmasin. Davom etamiz. Sinfdoshlar orasidan chiqqan tumanimizning eng namunali yakka tadbirkori, Abdullayeva Nargiza. Qani? Bu klass qarsanglar. Marina, сладкая моя. Marina, я влюблен в тебя. Qani qarsanglar. Красотка. Qabul qilib olasiz. Ana salomat bo'ling, rahmat. Omadli qiz ekansiz. Sovg'adan yutib oldingiz. Demak, rahmat. Davom etamiz. Sinfdoshlar orasida eng ko'p farzandli ayol Xo'jayeva Gulnoza. Bormi? Qani. Gulnoza xon. Keling. Bor ekanmi? Qur'a klassda nima deysiz? O'ynaymiz, ha? Rahmat. Sog' bo'ling. Nechta farzand? 5 ta. Bor ekan A klassda mana. Salomat bo'ling. Konkurent chiqib qoldi, opa. Ko'payishasizlarmi deyman yana. Salomat bo'ling. Bir qarsanglar bo'lsin. Iloyim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, bolalarning rohatini ko'ring, baxtini ko'ring deymiz. Yana bor. Xo'sh, sinfdoshlar orasida birinchi uylangan bola, Eshjonov Erkinjon. Yomon joyini topib qo'yasan buni qo'shiqni. Rahmat, salomat bo'ling. Bir qarsanglar bo'lsin, Eshjonov Erkinjon. Rahmat og'a. Tabriklaymiz. Qarsanglar. Bo'ldimi? Bormi? Yana biri bor ekan. Salomat bo'ling. Xo'sh. Sinfdoshlar orasida sevishib turmush qurgan oila Xolmurodov Alisher hamda Aymagambetova Xotira. Hop. Bormi? Специал не хотел, чтобы руки отбирать. Brat. Qani keling. Chechama beramiz buni. Medalda akama beramiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Bir qarsanglar bo'lsin, salomat bo'lsin. Baxtli bo'linglar, sog' yuringlar. 30, 40, 50, 60 yillikda ham ko'rish nasib qilsin. Rahmat. Zo'r. Davom etamiz endi. Endi shu yerda rahmat. Xo'p,
Jo'rabek bilan Dilnozaxon endi uzrli sababga ko'ra davramizda ishtirok eta olmayotgan ekan. Shu sinfdoshlar nomidan ham tabriklaymiz. Umri uzoq bo'lsin, sog' va salomat bo'lsin. Endi uzrli sabab, buni ko'pchiligingiz yaxshi bilsangiz kerak. Sog' bo'lsinlar. Men endi har sinfdan bir yigit, bir qiz ustozlarga rahmat aytadigan bitta yigit, bitta qizni taklif qilaman. Hammani nomidan bir yaxshilab rahmat aytadigan har sinfdan bir yigit, bir qiz kelsin. Ustozlarga rahmatimizni aytaylik, keyin sovg'alar topshirib qo'ysak. Mana bir sinfdan yana rahmat aytamizmi, qachon ustozlarga rahmat aytsak bo'ladi deb turgan yigitlar bor edi. Taklif qilaman, ular ham kelursin bemalol. A sinfdan keling, bir yigit, bir qiz. V sinfdan ham bir yigit, bir qiz keling. Akamiz tashrif buyurdilar. Demak, yaxshi niyatlarni eshitamiz. Ustozlar shogirdlarning rahmatini, minnatdorchiligini qabul qilib olasiz. Keling. V sinfdan ham keldimi? Vdan bormi? Qani. Kesinlar, keling. Otalar, onalar farzandlarini ko'kdan yerga tushirsa, ustozlar yerdan ko'kka ko'tarar ekan. Sohibqiron Amir Temur bobomizdan so'rabdilar, siz dunyoning yarmini egallagan buyuk sarkardasiz. Siz ham birovni oldida boshingizni egib turganmisiz desa, ha deb javob beribdi. Hayron bo'lib so'rashibdi, kimlarni oldida bosh egib turgansiz? Tasavvur qiling, dunyoning yarmini egallagan buyuk inson birovni oldida ta'zim qilib tursa. Sohibqiron Amir Temur bobomiz shunday degan ekanlar, men ustozlarni ko'rganda doimo ta'zimda bo'lganman degan ekanlar. Bitta chiroyli qarsaginglar ustozlarga, mehrli, muhabbatli qarsaginglar. Ho. 88lar. Ha, shunday bo'ladi. Rahmat. Davom etamiz demak. A sinfasizlar. A sinfdan boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, mehri daryo ustozlarim, qadrdon sinfdoshlarim. Men sizlarni bugungi hammangizni 20 yillik yubileylaringiz bilan tabriklayman. Bizga 9 yil davomida ta'lim tarbiya bergan ustozlarimizga katta rahmat. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar. Yursam deyman bu tabarruk izingizdan ustozlar. Shunday ekan shu ustozlarimizning barchasine ming rahmat aytaman. Yuzingizdan gavhar yog'ar. Izingizdan ustozlar. Quyosh nuri gavhar olar yuzingizdan ustozlar. Shunday ekan hamma ustozlarimizning barchasiga 9 yil davomida ta'lim tarbiya bergan hamma ustozlarimga rahmat aytaman. Oldimizda sog' bo'ling. Xudoyim 40 yillik uchrashuvlarda ham ko'rishmak nasib etsin. 60 yilliklarda ham oldimizda sog' bo'lgaysizlar. Hamda qadrdon sinfdoshlarim ham barisi sog' omon bo'lib yuraversin. Hammani shu mana 20 yillik uchrashuv bilan sinfdoshlarni tabriklayman. Ustozlarga ham rahmat. Shu 9 yil bizlarda ta'lim tarbiya berganlar uchun katta rahmat hammasini. Uzoq yashanglar, hamisha shunday o'ynab kulib xushchaqchaq bo'lib yuraveringlar. Assalomu alaykum hammangizga. Avvalambor hammangizni 20 yillik bilan tabriklayman. Ustozlar, sizlar ham hamisha sog' bo'ling. Bergan ta'lim tarbiyangizga rozi bo'lib, Xudoyim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Har yil shu Mang'it maktabimizning 20 yillik yubileylarida aziz bir bo'lib, ustoz bo'lib yurgaysizlar. Tabriklayman hammangizni. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Yaxshi o'tiribsizlarmi hammaga? Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ana bu ikki og'iz, ikki jumla gap borki, hech qanaqa isbot talab qilmaydi, hech qanaqa ta'rif boshqa qo'shishning hojati yo'q. Bu ustoz otangdek ulug' degan, ustoz otangdek ulug'. Shu ustozlar hamisha sog' bo'linglar baxtimizga. Mana sizlar borsizki, bizlar hayotda o'z yo'limizni topishlikka sababchi bo'ldingiz. Shu bizlarga bergan ta'limlaringiz sizlarga oxiratingizga zaxira bo'lsin. Sizlardek mana ustozlarimiz borki, yurtimiz yayrayapti, yashnayapti. Bundan da yutuq darajalarga yetish nasib qilsin. Shunda bergan ta'lim tarbiyalaringizga rozi bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan.
Yana bizlar mana hozir ham ta'kidlab o'tdi, bizlarga shuncha ta'lim berib, shunda bir-birimizga yaqinlashtirib qo'ygan ustozimiz Jalolova Raziya opamizni ham xotirlab o'tamiz. Ustozimizning ham oxiratlari obod bo'lsin, yotgan joylari Qur'on nuridan to'ltirib qo'ysin. Hamisha sog' bo'lib, salomat bo'lsin. Nima deydi? Mana bu boshqa joydan bunaqa nigohlar topib bo'lmaydi. Biz yana 20 yil orqaga qaytgandek bo'ldik. Endi sizlarga ham katta rahmat, shunga tashkilotchi bo'lib turgan sizlarga ham, san'atkor akalarimizga ham katta rahmat. San'atiga san'at qo'shilsin. Bu tashkiliy ishlarda davom ettirayotgan mana Rustam, Begizod, Hamro o'rtoqlarimizga ham katta rahmat tashkiliy ishlarda. Rahmat avvalambor hammaga yaxshi kayfiyat. Rahmat. Assalomu alaykum va hurmatli manaki ustozlar. Rahmat. Manaki birinchi rahmat Naysapa, Dalarampa, yatgan joylar jannatda bo'lsin. Manaki eng so'ngida bitirgan Ferzapa rahmat sizga ham. Mana ustozlar barinizga rahmat. Avvalo Xudo manaki shu darajaga yetirsangiz, hammasi sinfdosh bolalar, qizlar barcha tabriklaymiz. Manaki ustozlar rahmat. Baqqa kirsam maylimi, gullar tersam maylimi? Ustozlarni tabriklasam maylimi deydi-ku, yoshlikda eshitdik axir. Assalomu alaykum hammangizga. Bugungi 20 yillik yubileylaringiz hammangizga muborakbod bo'lsin. Birinchi ustozimiz ota-onamiz bo'lsa, ikkinchi ustozimiz maktabimizdagi o'qituvchilarimiz. Ta'lim berganlarimiz uchun ming rahmat aytamiz. Bu yoshga yetib kelganimizga, bu olim bo'lganimizga, o'sganimizga, hammamizning mana o'sib keltirganimizga sizlarning kattagina hissalariniz ko'p. Ming marta rahmat aytamiz hammangizga. Rahmat. Aka tabriklaymiz. Marhamat, ustozlarga yaxshi niyat bildirib qo'yish istagidalar. Marhamat og'a. Assalomu alaykum hammangizga. Avvalambor ustozlar, mana rahmat sizlarga. Shu kungacha mana sizlarning ta'lim tarbiyangiz bilan yetib keldik. Yaxshi yomon so'ylab quturgan bo'lsak, elashtirmanglar. Rahmat sizlarga. Agar men o'ris tili ma'lumim kelmabdi, shuni ko'p eslayman-ne. Rossiyada ishlab yuribman-da. O'rischani o'qib olam, ertaga oldingdan chiqadi deydi, ishonmay to'ydim. Shuga addinni rahmat aytayman. Rahmat ustozlar hammangizga. Kasbingizdan barakat topinglar. Undan keyin mana organizatorlar mana Begzod, Hamro, Rustam hammangizga rahmat. Endi biz ko'p sirtda yuramiz. Menda ish yerda yurgan bolalarmi maktabga yerkiran etyapti. Xizmatlarda yetyapti. Rahmat hammangizga. Sizlar ham kasbingizdan barakat topinglar. Mana san'atkor ukalarimiz, akalarimiz mana hammangizga rahmat. Xudo xolasa endi sinfdoshlar yog'i gruppadan chiqib ketgili yo'q. Xudo xolasa yog'i cho'rniga tiqib qo'ysangizlar ham, bezukka qo'yib qo'ysangizlar ham bo'laveradi. Endi bu yog'ini har 5 yildan ko'rishib turg'inglar, to'g'rimi? 9 bu. Rahmat, salomat bo'ling, katta rahmat. Endi keling, shu yerda yigitlar, qizlar birgalikda chiroyli tarzda ustozlarimizga sovg'alarni qo'llariga olib borib beramiz. Ularni ovora qilib o'tirmaymiz. Keyinroq ustozlarni taklif qilamiz, chunki rasmga tushadigan chiroyli payt bo'ladi. O'sha payt ustozlarni davraga chorlaymiz. Hozir mana atalgan sovg'alar bor. Ustozlar qabul qilib olasiz. Shu yerda yigitlarimiz, qizlarimiz ustozlarni qo'llariga, o'zlariga sovg'alarni birin-ketin topshirib qo'yasizlar. Yana bir bora muborak bo'lsin. Haqiqatan ham bizga bor mehrini bergan, oilasidan ham ko'proq bizga e'tibor bergan, farzandidan ham ko'proq biz uchun qayg'urgan, bizga bilim bergan, ta'lim, tarbiya bergan, o'zini bolasidan ham ko'proq yaxshi ko'rgan ustozlar sog' bo'lsinlar. Mana bu qarsanglar 88-yillar nomidan qarsanglar. Topshirib qo'yamiz mana.
A sinf, B sinf, V sinf nomidan ustozlarga sovg'alar topshiriladi. Ilm va tafakkurdan dilga yo'l ochgan, qalblarga beminnat mehrini sochgan, go'yo quyosh tafti yuzidan quchgan, siz sabab har mahal baland parvozim, baxtimga bor bo'ling aziz ustozim. Ustozlar sog' bo'lsinlar, rahmat. Endi shu yerda ustozimiz Gulor opamizni kecha tug'ilgan kunlari bo'lgan ekan, Gulor opa. Tabriklaymiz. Gulor opamizni tabriklab bir qarsak chalib qo'yasizlar. Endi shogirdlari tug'ilgan kun munosabati bilan bir tort bilan ham tabriklab tashkil qildilar. Marhamat, Gulor opamiz uchun tug'ilgan kun tortlari shogirdlar tomonidan uni ham topshirib qo'yamiz. Maestro shohrog'idan qo'yib berasiz. Ustoz salomat bo'ling deymiz. Льются поздравления. Gulor opamiz uchun. Сегодня кайф и танцы без ограничения. Tabriklaymiz. 88-yillar gap yo'q. Zo'r. Gulor opa qabul qilasiz. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shirinlikdan ulashib qo'yasiz. Biz esa davom etamiz. Endi bugun mehmonlarni ham taklif qilib qo'yganmiz. 88-yillarning 20-yillik shodiyonasiga mehmon taklif qilganmiz. Ya'ni o'tgan yili 20 yillik shodiyonasini o'tkazgan 87-yil akalarimiz bugun davramiz mehmoni. Shu 87-yillar nomidan bitta yigit kelib tabrik bildirsa, rahmat aytsa, mana 88dagi keling. 87-yillar nomidan bir yigit kelsin. Hamda mana kelasi yil xudo xolasa, kelasi yil 20 yilligini nishonlashni niyat qilib turgan 89-yillar nomidan bitta yigit kelinglar. 89-yillar ham mehmon bugun. 89larning nomidan bitta yigit keling. Rahmat aytadigan, 88-yillarga minnatdorchilik bildiradigan bitta yigit kelsin. Mana akamiz tashrif buyurdilar. 87-yillar ularni ham taklif qilamiz. Akamiz o'zini bir rahmatini aytadilar. Og'a xush kelibsiz. Keyingi yilga yetkazsin, yetirsin. Xudo xolasa keyingi yil 88-yilda sizlarni shodiyonalarda mehmon bo'ladi inshaalloh. Marhamat, chiroyli niyatlaringiz. Yaxshi kunlarda, quvonchli kunlarda, to'y ma'rakada boshlaymiz. Ustozlarni umri uzoq bo'lsin. Hammangizni taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Endi bir yosh, teng yosh ekan. Sevamiz, hurmat qilamiz. Hurmat qilamiz sizlarni. Katta muvaffaqiyatlar sizlarga. Oilada, semiyada, ishda. Bir tilaklarimiz. Estafeta bizlardikka biz qabul qilamiz. Xudo xohlasa nasib etsa, hammangiz hurmat qilamiz. Oilangizda, ishingizda rivoj hammangizga. Endi so'ylamaga boshqalar til ojiz bo'lib turibdi. Qabul qilamiz. Biz qanday nurli bo'lsa xizmat qilsa taklif qilamiz. Hammangiz ma'lumotlarni hurmat etamiz. Shu chunki ustozim O'rayim aka, Bahram aka, Guston opa barimizni hurmat etamiz. Shularning bir quloq tartqani bilan kelib oldik. O'zimiz sho'x yigit 8-da o'zimiz hammasi.
Yaxshi ko'ramiz hammamiz. Kimda tilaklar bo'lsa bir söylab o'tinglar. Assalomu alaykum. Shu 20 yil bilan tabriklaymiz. Shu Xudo xolasa shu 30 yil, 40 yil, 50 yil shu hamisha bir yaxshi kunda o'tiraylik. Barishkir hammamiz tabriklaymiz. A klass, B klass, B klass hammamiz tabriklaymiz. Hamisha yaxshi kunda o'tirib, qo'ng'ishi обязательно oltin medalni yuvasan. Nargiz Abdullayeva. Xudo xolasa oltin medalni yuvasan sen. Atash Xudo xolasa yulduz baribir sen ham yuvasan baribir. Xudo xolasa hammasi yaxshi kunda o'tirib, yaxshi kundan etik. Tabriklaymiz hammangizni. 20 yil bo'libdi. Shu 30 yil, 40 yil bo'lgan odam shu safimiz kamayma yuringlar hammangiz. Zo'r. Endi yil bizlar ham Xudo xolasa yetirsin shukurlarga. Tabriklaymiz ustozlar hammangizni. Kutamiz endi yil. Assalomu alaykum hammangizga. Hammangizga tabriklayman 88larda. Bu biz seni bizlar ham aytgan ustozlar rahmat sizlarga. Tabriklaymiz 88lar. Ustozlar hammangizni. Shohrat bilan Muzaffar kelsinlar, Qo'chqarov bilan Bekmurod Shohrat, Qo'chqarov bilan. Akimboy Shakir, Akimboy Shakir kenglar axir, o'yi sizlarni bu. Deb tabriklaymiz sizlarni. Kenglar o. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz, aytmayman. 88-yil. Hammamiz tabriklaymiz. Ustozlar hammangizga rahmat. Keyingi yil kutamiz hammamizni. 88'da tabriklaymiz. Ustozlar sizlarga ham rahmat kelganingiz uchun. Endi jamiyatdan o'tirib nasib etsin. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilar, ustozlar, assalomu alaykumlar. Hammasi bilan 88-yillar tabriklaymiz, 20 yillik qilamiz. Hammamizga nasib etgay. Endi yilga Xudo xolasa bizlarga nasib ustozlar chin dildan hurmat etib taklif qilib qolamiz. Hammamiz 88-yillar, yigitlar, hammasi bilan taklif qolamiz. Keyingi uchrashuvlarda shunday deb bardavom o'zibichlikda o'tirmoq hammamizga nasib etavergay. Sog' bo'linglar. Kela olmay qolgan hammaning nomidan hammamizni tabriklaymiz. Davra bo'lsa o'ynaveramiz. Xo'p aka. Estafeta nima bo'lsa qabul qilamiz. Xo'p. Rahmat, endi ozgina sabrli bo'lamiz. Rahmat, 89-yil mehmonlar. Estafetani topshiramiz 88-yillar nomidan keyingi yilga. Mana qo'l qo'yib, imzo qo'yib, nima ismlar yozilib, estafetalar topshiriladi. Mana 2 ta yigitgami, 3 ta yigitgami? Keyingi yilga asrab qo'yasiz. Keyingi yil 88-yillar sizlarning 20 yilliginglarda mehmon bo'ladi. Albatta ularga baham ko'rasizlar. Ana, yashang lentalar bilan, ha. Bitta sharti bor. Agarda mabodo shu estafetani kimda kim yo'qotib qo'ysa, ochib qo'ysa, uyga bir Srochni mehmon kelib qolganda ishlatib qo'ysa, butun 88larga bir ziyofat ishtiroki bor. Shuni oldin aytib qo'yamiz. Shuning uchun avaylab asraysizlar. 89-yillarga estafeta topshirildi. 87lar keldimi? Bor, ichib qo'ysa, ochib qo'ysa, ish qilib 87lar keldimi? 87-yillarni o'tgan yil topshirgan estafetasini olib kelasizlar o'rtaga. Olib keldimi? Bo'ldi. Ana. Estafetani ochamiz o'tgan yilgi 87-yil yigitlarni topshirgan estafetasini hozir birgalikda ochib, birga baham ko'ramiz.
Bolalikdagi eng beg'ubor damlardagi do'stlar, salomat bo'linglar. Umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Og'zi birchilikdan, hamjihatlikdan ayirmasin. Bu an'ana, yildan yilga davom etib kelayotgan an'ana. O'rtada bir bordi keldi uzilmasin. O'rtada oqibat yo'qolmasin degan bir yaxshi maqsad qilingan. Rahmat. 87-yillar, 88-yillar, 89-yillar oqibat uchun bir-biringizga bo'lgan hurmat, e'tibor, ehtirom uchun, e'tirof uchun rahmat. Ana. O, birga ulashamiz, keling birga. Birga. Молодцы. Sağ bo'linglar. Endi qolganni dasturxon atrofiga o'tib ulashamiz. Qolganni rahmat. Endi davramizda ssenariy bo'yicha yana dasturlar davom etadi. Rahmat mana yigitlarga, do'stlarga, 88-yillarga ham alohida rahmat. Mehmonlarni siylagani uchun, hurmat qilgani uchun rahmat. Stollarni olamiz, hammani dasturxon atrofiga taklif qilamiz. Endi 87-yillardan bir yigit keling iltimos. 87-yillar bir yigit 87-yillar nomidan bir rahmat aytsin. Keling aka. Xush kelibsiz. Rahmatingizni, minnatdorchiligingizni bildirasiz. Sizlar hammangizga rahmat. Allohim 20 yil o'tirgan ekansizlar. Shu 30 yillik 40 yillikda o'tirmoq nasib etsin hammangizga. Rahmat. Do'stlar, rahmat hammangizga. Bir so'ylang. Bir chetdan. Sizlarga omad 26 omadli bo'lsin. Üzülmesin bularning 26-yillar keyin. Rahmat. O'zligi. Rahmat. Davom etamiz. Yuragim chiqarma. Achkiyim men bildim. 88larga chin qo'ldan tabriklayman. Xudoyim hammaning umrini uzoq qilsin. 88larga chin qalbdan tabriklayman. Hammangizga. Doim 40 yilligingizni desib o'tgan Xudoyim. Hammaga ham sıhhat salomatlikda hammaga jondan sog'lik bo'lsin. Xudoyim 40 yilliklarda o'tirmoq nasib etsin hammangizga 88lar. Biroq ko'p so'ylayman, lekin ko'p so'ylaganda ham zo'r so'ylayman. Ha, hammangizni tabriklaymiz Xudoyim. Yaxshi kunlarsiz. Shu 88larda 20 yillikni tabriklaymiz. Xudoyim shu 40 yillikda 30 yillikda o'tirmoq nasib etsin. Rahmat shu xizmatlar uchun, hurmatimiz uchun hammangizga. Rahmat. Tabriklaymiz. 40 yillikda o'tirmoq. Ha 88'lerde 20 yıllık bilan tabriklaymiz. Shu yaxshi kunlar bo'lsin. 40 yillikdan o'tirmoq nasib etsin. Sarvar aka, keling. Ha, so'yladi og'am. So'yladi. Sarvar aka. Tabriklayman, rahmat hammangizga. Rahmat. Söyletdim bak. Prikol bol. Törtlük açacak törtlük. 88'ler tabrikleyimiz Xudoyim. Günleriniz omadli olsun. Üzülmesin. Şu keyifde zafal olursun sizden. Rahmat. 87-yillar katta rahmat. Salomat bo'linglar. Dasturxon atrofiga marhamat. Dasturxon atrofiga rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. O'tirib olamiz. Endi san'atkorlar taraddud ko'rib turasiz. Men davraga bugungi 20 yillikda tashkilotchilik qilgan 3 ta yigitni taklif qilaman. Mana qizlarimizning iltimoslariga binoan keling. Adashmasam Behzod aka, Hamra aka, Rustam aka tashkilotchilik qilgan yigitlar keling. 3 ta tashkilotchi yigitimiz bor ekan. Behzod aka, Hamra aka, Rustam aka. Tashkilotchi 3 ta tashkilotchimiz kelsin. Keling. Davramizni boshida ham aytib o'tdim. Tashkilotchilarga alohida rahmat, minnatdorchilik bildirib, mana yigitlarimiz ham rahmat aytdilar, qizlarimiz ham rahmat aytdilar. Hozir 3 ta mana tashkilotchilar, Rustam aka, keling aka. Behzod aka, Hamra aka, kelinglar. 3 ta tashkilotchimiz kelsin. Butun 88-yillar nomidan, sinfdoshlarning nomidan shu 3 ta yigitga mana atalgan sovg'alar bor. Shu sinfdoshlar uchun yugurgan, yo'rtgan, shu hamma narsani tashkil qilgan, hamma sinfdoshlar uchun ozmi ko'pmi
mehnat qilgan yigitlarga bitta chiroyli qarsakinglar bo'lsin 88lar. Akalar sizlarga mana sinfdoshlaringiz nomidan, shu yerga kelgan mana yigitlarni, qizlarni hammasini nomidan atalgan sovg'alar bor. Qadimdan kelayotgan bitta gap bor. 1000 ta ishchi bo'lgan bilan bitta boshchi bo'lmasa bo'lmaydi degan. Shu do'stlarning davrasi chiroyli o'tishligi uchun bir bosh bo'lib, mehnat qilganinglar uchun, ozgina yugurib yurtganinglarni bir katta e'tibor, e'tirof qilibdilar. Salomat bo'linglar, qabul qilib olasizlar. 88lar qarsaginglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. 30 yillik, 40 yillik, 50 yillikni ham zo'r tashkil qilish nasib qilsin. Endi rahmat. Endi shou o'yinlarimiz keyingi davrada davom etadi. Shou o'yinlarimiz davradan uzoqlashmaysizlar. Ha, malatsi. Keyingi davramizda shoularni davom qildiramiz. Unga qadar bir o'yin kulgu qilamiz. O'ynaymiz, marhamat. Hammani taklif qilamiz. Mana shu yerda xalqimiz sevgan san'atkor G'ayratjon Yangibayevni taklif qilamiz. Chiroyli qo'shiqlar bilan, chiroyli taronalar bilan davramizga fayz kiritadilar. Qani marhamat. Xohlovchilar rasmlarga tushib olishi mumkin ustozlar bilan. Rahmat. Mana shu yerda ustozlarni ham o'yin davramizga taklif qilamiz. Onajonlarimiz, ustozlarimiz. Qani marhamat, akalarimiz. Xorazmcha qo'shamiz, davom etamiz. Moda düzüp yere sen şaşır, kararanda kalarman çaşı. Moda düzüp yere sen şaşır, kararanda kalarman çaşı. Kalıp manasına çulaşı bey, karmakına yıldirdin beni. Kalıp manasına çulaşı bey, karmakına yıldirdin beni. Karmakına yıldirdin beni. Nazına dımır gettin beni. Ardap suda blokka balık tiney, tuzakına yıldirdin beni. Vay vay, nazına dımır gettin beni. Karmakına yıldirdin beni. Nazına dımır gettin beni. Ardap suda blokka balık tiney, tuzakına yıldirdin beni. Vay vay, nazına dımır gettin beni. Mekin seni örgün tek tuğru, sen de ağır hilanı zoru. Mekin seni örgün tek tuğru, sen de ağır hilanı zoru. Nişan atıp yürekli doğru, karmakına yıldirdin beni. Nişan atıp yürekli doğru, karmakına yıldirdin beni. Karmakına yıldirdin beni. Nazına dımır gettin beni. Ardap suda blokka balık tiney, tuzakına yıldirdin beni. Vay vay, nazına dımır gettin beni.
kızını iş Ne köylere salmaz yiğit kızını iş Canı da ortayan sızını iş Ne köylere salmaz yiğit kızını iş Hiçbir aşık sevgisiga okşamaz Saadetli sadakatli kızını iş Hiçbir aşık sevgisiga okşamaz Saadetli sadakatli kızını iş Oynab gülüp muhabbetin yurtida İkimiz yanganimiz başkacha İş oynashib lablarimiz bog'ida Xumor xumor qonganimiz boshqacha Oynab gülüp muhabbetin yurtida İkimiz yanganimiz başkacha İş oynashib lablarimiz bog'ida Xumor xumor qonganimiz boshqacha Kızıl güllerden takip Yürüyün seyri teyli çemenleri körüküne Çekkenize kızıl güllerden takip Oynab gülüp muhabbetin yurtida İkimiz yanganimiz boshqacha İş oynashib lablarimiz bog'lidan Xumor xumor qonganimiz boshqacha Oynab gülüp muhabbetin yurtida İkimiz yanganimiz boshqacha İş oynashib lablarimiz bog'ida Xumor xumor qonganimiz boshqacha Bo'lmasamiz Azandan gitshedeyim Seni o'ylayman Alkanga viskedeyim Kanama siymayman Voy xiyolim sen deb Sog'inaman sen deb Yarim sen deb Yarim sen deb Kul yarim kul yarim O'ylaganim sen yarim Senden boshqa hech kim yo'q Qo'limdadir kel yarim Kul yarim O'ylaganim sen yarim Senden boshqa hech kim yo'q Qo'limdadir kel yarim Boşaşıma Ayazlı tünlerde Kıtsım tonmayman Karanlık tünlerde Koşunda boylayman Sağımı jitsem buldu Sağımdım sojuldu Yarım buldu Yarım buldu Kül yarım Oylaganim sen yarım Senden başka hiç kim yok Qo'limdadir kel yarim Kül yarım Oylaganim sen yarım Senden başka hiç kim yok Qo'limdadir kel yarim Hadi sınıf taşı Hadi sen kimsin Yaşamaz Kül yarım Oylaganim sen yarım Senden başka hiç kim yok Qo'limdadir kel yarim Kül yarım Oylaganim sen yarım Senden başka hiç kim yok Qo'limdadir kel yarim Kişi gündüz seni oylab Seni izledim Kuşinizde karavullab Günde tünde gezgenim Haşırımman Qo'shilmasam Nega sizveren Kişi gündüz seni oylab Seni izledim Kuşinizde karavullab Tünde gezgenim Haşırımman Qo'shilmasam Nega
Araralap, kini saralap, izlep şuradan ben seni. Sara saralap, şuri saralap, gittin taslap sen beni. Kala aralap, yelde aralap, kavup yedim ben seni. Araralap, kini saralap, izlep şuradan ben seni. Sara saralap, şuri saralap, gittin taslap sen beni. Kala aralap, yelde aralap, kavup yedim ben seni. Kalep kan yaşayasa, wow. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пары слов. А недолгий вечер, а недолгий вечер скоро станет ночью темною без снов. А недолгий вечер, а недолгий вечер станет ночью темною без снов. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаю, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже и ты по ночь не можешь ни темнота твоя. Мне одному совсем ни к чему. Знаешь, ты без слов, тебе давно все ясно. Только прячешь взгляд своих счастливых глаз. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь я все рассказать, как сейчас. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь все сказать сейчас. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны.
esimde kalmaydı. Sudun boyunda seni izledim, ber boyumda ümit üzmedim. Ot bop gülgenler meni izledim, senin boynunda beni izlerim. Hadi Jan meni tap, yanımda kelmeysin. Ettin kap, seni kalay görmeyeyim. Sudun boyunda seni izledim, ber boyumda ümit üzmedim. Ot bop gülgenler meni izledim, senin boynunda beni izledim. Hadi yaşasın. Jambır jol, belimde durmaydı. Zor ömürlükse esimde kalmaydı. Sudun boyunda seni izledim, ber boyumda ümit üzmedim. Ot bop gülgenler meni izledim, senin boynunda beni izlerim. Sudun boyunda seni izledim, ber boyumda ümit üzmedim. Ot bop gülgenler meni izledim, senin boynunda beni izlerim. 89'lar için. Yoshligimdan birga o'sgan do'stlarim, qani do'stlar, sizlar bilan bilinmaskan ko'zlarim. 88'e bağlısa yaxshi yomon kunlarimda yonimda. 87'lar unutilmas hayotim har onimda. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Menga kelgan dardni to'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Menga kelgan dardni to'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Davralarning fayzi sizsiz bo'lmadi. Sizlarsiz hech ko'nglim mening to'lmadi. Qalbim yoshliklarda o'ynab to'ymadi. Shu damlarni ko'nglim qumsab qo'ymadi. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Menga kelgan dardni to'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Menga kelgan dardni to'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Ko'rdim qalbim hayron, makkarishin ayyara. Turan qulab dusivi, shabis qalsin shayrana. Aşıqlar ko'p aylangan, sho'liqdin sen qaylardan. Qaray qo'ysang tayyorman, qaramazsan vayronman. Aşıqlar ko'p aylangan, sho'liqdin sen qaylardan. Qaray qo'ysang tayyorman, qaramazsan vayronman. Ko'rdim qalbim hayron, makka
karşından hayyara Turan kullan düz yeri Şabız kalsın jayrana Hani şeysa Hop 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 Tavus kustay tuğlangan Kıyalışıpsız baylangan Hayran hayran hayranım Şölde yüzge jeyranım Tavus kustay tuğlangan Kıyalışıpsız baylangan Hayran hayran hayranım Şölde yüzge jeyranım Gördüm kaldım hayranım Bekler canlı hayyara Turan kullan düz yeri Şabız kansın jayrana Gördüm kaldım hayrana Bekler canlı hayyara Turan kullan düz yeri Şabız kansın jayrana Yeah. Asa, Hani bu şarşımız Whoa, whoa, whoa. Disco, disco Bu şarşımız açma, telefona da bakma Ne açık ne de saçma Sende kıyamet Karşı satılı Kalplerde katılı Aşklar yatılı Akışta mille Şupa 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 Şupara şupa şupa Bara çara bas bas Sabaha kadar dans Şupa 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 Şupara şupa şupa Bara çara bas bas Sabaha kadar dans Hani bu şansı var Hani şey Hop 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 One, two, three, go Whoa. Salam aleik ya baba Allah Allah ya baba Salam aleik ya baba Sidi Manzur ya baba Wenjit bin Zur ya baba Allah Allah ya baba Salam aleik ya baba Allah Allah ya baba Salam aleik ya baba Sidi Manzur ya baba Wenjit bin Zur ya baba Kana 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 yaşa Koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor Ağzında sakızı şişirip arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan her günler için oldu Yeni adet gelmiş istiklal dostlarına oldu Seni yılının kıran yılanın dileğinden çıkaran Kaderim püskülü bir an yakalarsam Seni yılının kıran yılanın dileğinden çıkaran Kaderim püskülü bir an yakalarsam Hadi olsa Yakmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor Ağzında sakızı şişirip arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan her günler için oldu Yeni adet gelmiş istiklal dostlarına oldu Seni yılının kıran yılanın dileğinden çıkaran Kaderim püskülü bir an yakalarsam Seni gibi fındık kıran yılanın dileğinden çıkaran Kaderim püskülü bir an yakalarsam
gelsin. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Yok yalgan yok çındaysan, hayat çalgıtıp tınmaysan, o'zingsan jon osili, meni buncha qiynaysan. Yok yalgan yok çındaysan, hayat çalgıtıp tınmaysan, o'zingsan jon osili, meni buncha qiynaysan. Yok oynaysan, oynaysan, yok koymaysan, koymaysan, çıqasan, toymaysan, meni buncha qiynaysan. Yok oynaysan, oynaysan, yok koymaysan, koymaysan, çıqasan, toymaysan, meni buncha qiynaysan. Whoa. Hey, Katuna. Toqat shavqat qilmaysan, var yo'q nazarga ilmaysan, nahot ko'nglimni bilmaysan, meni buncha qiynaysan. Yo'q jonimni yoqasan, yo'q manomat taqasan, çıqasan, toymaysan, meni buncha qiynaysan. Yo'q jonimni yoqasan, yo'q manomat taqasan, çıqasan, toymaysan, meni buncha qiynaysan. Yo'q oynaysan, oynaysan, yo'q koymaysan, koymaysan, çıqasan, toymaysan, meni buncha qiynaysan. Şahırdan taksam tatay yoklik sahrıdan. Otsam otay urbat şahırdan taksam tatay yoklik sahrıdan. Bısatımda var namusum hakkı ilak masra ayol macridan. Bısatımda var namusum hakkı ilak masra ayol macridan. Ayolning yapar hayası bulsun, o'ziga qadriga vafosi bulsun, ayni namarga jafosi bulsun, ilak masra ayol macridan. Ayolning yapar hayası bulsun, o'ziga qadriga vafosi bulsun, ayni namarga jafosi bulsun, ilak masra ayol macridan. Qani boşansın. Gülüyorum halına katula, bir sözünü geçiremedin kendine. Hani bu şarşıyım ha. Gülüyorum halına katula, bir sözünü geçiremedin kendine.
Дарить жизни на свете, без слова на тебе с причиной. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарить жизни на свете, без слова, да и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам от души, от души, от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айдурки, и Наташки. Я подарю вам все цветы, навсегда сердце твои. Хали-хали! Дарить жизни на свете, без слова, да и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарить жизни на свете, без слова, да и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам от души, от души, от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. О, я подарю вам ромашки и айдурки, и Наташки. Я подарю вам все цветы, навсегда сердце твои. Aykalarimiz shuni davom etamiz. Shamshid bey bormisiz? Dinasın bağrıma basıldı, kolları boynuma asıldı. Dinasın bağrıma basıldı, kolları boynuma asıldı. Meni hayran yüreğime kuzdagi almadı açıldı. Meni hayran yüreğime kuzdagi almadı açıldı. Hoppa! Şamada saçın saçıldı mı? Kırmızı baktın açıldı mı? Şamada saçın saçıldı mı? Kırmızı baktın açıldı mı? Beline tutsam baladı mı? Beline tutsam baladı mı? Belle kuşarım toladı mı? Belle kuşarım toladı mı? Hop hop hop! Suları deden sarmadan, boyları uzun almadan. Suları deden sarmadan, boyları uzun almadan. Yaşayın yaşayın baka diye diller şeker kalmadan. Yaşayın yaşayın baka diye diller şeker kalmadan. Kanı kanı kanı. Şamada saçın saçıldı mı? Kıvırday baktın açıldı mı? Şamada saçın saçıldı mı? Kıvırday baktın açıldı mı? Beline tutsam baladı mı? Beline tutsam baladı mı? Belle kuşarım toladı mı? Belle kuşarım toladı mı? Hop hop! Ya salamat olun! Şamada saçın saçıldı mı? Kırmızı baktın açıldı mı? Şamada saçın saçıldı mı? Kırmızı baktın açıldı mı? Beline tutsam baladı mı? Beline tutsam baladı mı? Belle kuşarım toladı mı? Belle kuşarım toladı mı? Rahmat. Ol ısına koyalım. Arzu arzu arman ba, indi beri şavdan ba. Sağınmıştan vurdundum, şavzı sözünden da. Arzu arzu arman ba, indi beri şavdan ba. Sağınmıştan vurdundum, şavzı sözünden da. Yırtıklı şavdan buna bilir, şair bilgenin şavda bilir. Aşklar birge bağlar, yürekte elbette sana bilir. Sana bilir, sana bilir. Yırtıklı şavdan buna bilir, şair bilgenin şavda bilir. Aşklar birge bağlar, yürekte elbette sana bilir. Sana bilir, sana bilir. Bana şarkımız için yana bir bola. Mehmon akalarimiz için, qani mehmonlar. Hiya hiya. Shidi
basıldı, düğmesi bağrıma basıldı, kolları boynuma asıldı. Benim hayran yüreğim ey kuzdaki almadı açıldı. Benim hayran yüreğim ey kuzdaki almadı açıldı. Şamada saçın saçıldı mı? Kıvırday baktın açıldı mı? Şamada saçın saçıldı mı? Kıvırday baktın açıldı mı? Beline tutsam baladı mı? Beline tutsam baladı mı? Bele bıçağım toladı mı? Bele bıçağım toladı mı? Suvarı deden sarmadan, boyları uzun parmadan. Suvarı deden sarmadan, boyları uzun parmadan. Geçen geçen baka diye dilleri şeker halvadan. Geçen geçen baka diye dilleri şeker halvadan. Şamada saçın saçıldı mı? Kıvırday baktın açıldı mı? Şamada saçın saçıldı mı? Kıvırday baktın açıldı mı? Beline tutsam baladı mı? Beline tutsam baladı mı? Bele kuşağım toladı mı? Bele kuşağım toladı mı? Ekilerimiz şu devam etemiz dostum var benim Diyabok'ta. Boşanışımız hemen süreke. Karikingide davası, Hazır Aktav'dın balası, Silasıvına kelgindi, Yigüz yigüm avşaması. Karikingide davası, Hazır Aktav'dın balası, Silasıvına kelgindi, Yigüz yigüm avşaması. Dostum var benim Aktav'da, Aktav'da, Aktav'da. Arziydi dostum Aktav'a, Aktav'a. Dostum var benim Aktav'da, Aktav'da, Aktav'da. Arziydi dostum Aktav'a, Aktav'a. Aktav'a bir gün baraman, dostumni gülün alaman. Qo'shiqlar aytib to'yimda, Instagramga salaman. Aktav'a bir gün baraman, dostumni gülün alaman. Qo'shiqlar aytib to'yimda, Instagramga salaman. Dostum var benim Aktav'da, Aktav'da, Aktav'da. Arziydi dostum Aktav'a, Aktav'a. Dostum var benim Aktav'da, Aktav'da, Aktav'da. Arziydi dostum Aktav'a, Aktav'a. Hey yaşa. Zo, ara mehmonlar. Hare hare. Dostum var benim Aktav'da, Aktav'da, Aktav'da. Arziydi dostum Aktav'a, Aktav'a. Dostum var benim Aktav'da, Aktav'da, Aktav'da. Arziydi dostum Aktav'a, Aktav'a. İltimas etsin Xorazmchi Aybek akamiz shu. Hop. Çayırmeni ataman, kaçıp alıp tur oyna. Çayırmeni ataman ay, kaçıp alıp tur oyna. Hemmeye özün göre setip, sepçip alıp bir oyna. Hemmeye özün göre setip,
oynasan bir milyona sataman. Oyna oyna çayırmeni ataman. Ey zor oynasan arzarla sataman. Sataman aha oyna oyna çayırmeni ataman. Ey zor oynasan arzaraka sataman. Ey sen halasan sana salga etaman. Bir qarsaginglar bo'lsin. Ey rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ozgina tanaffus qilamiz. Davradan ketib qolish yo'q. Hali navbatdagi taomlar tortiladi dasturxonlarga. G'ayratjon Yangibayevga katta rahmat. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bugungi tantana bilan tabriklaymiz. Yigirma yillik shodiyonamiz davom etadi azizlar. Xo'sh. Bugun 20 yillik tantanamizni shoular uchun juda ham ko'p sovg'alar tayyorlanibdi. Shunga yarasha chiroyli qiziqarli shoular, o'yinlar o'tkazamiz. Bugungi tantanada har sinfdan zo'r raqsga tushadigan bir yigitni taklif qilamiz. Har klassdan bir bola zo'r raqsga tushadigan. Har klassdan bir bola debman uzr. Bormi? Keling. Zo'r raqsga tushadigan. Har klassdan bir bola kelsin. Shu klassning obro'yi uchun tirishato'un, oxirgacha turato'un. Iloji bo'lsa mana zo'r sovg'aning birini utatato'un. Birov kelsin. Bir bola. Kim? Muxtor aka, keling. Muxtor aka keling. Bir klassdan Muxtor aka. Qaysi klass? A klass. A klassdan mana akamiz keldi Muxtor aka. V klassmi? Zo'r. 3 yigit keldi. Demak, yigitlarimiz bilan shoularimizni boshlaymiz. Qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, bitta chiroyli qarsaginglar yigitlar uchun bo'lsin. Akalar, shouning shartini tushuntirib o'taman. G'olib bo'lsanglar sovg'a bor, zo'r, mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa uyga borsangsizlar, chechalarimiz quvonadi, xursand bo'ladi. Eng birinchi maqsad shoudan yaxshi kayfiyat ulashish. Qo'shiq qo'yib beriladi. Bir qo'shiqning boshidan oxirigacha raqsga tushasizlar. Boshidan oxirigacha. Xohlanglar zarubejniy desangizlar, zarubejniy, xorazmcha desangizlar, xorazmcha. Bir qo'shiq boshidan oxirigacha o'ynaysizlar, lekin bir sharti bor. Bir oyoqda o'ynaysizlar. Oyoqda tushirgan o'yindan chiqib ketadi. Oxirigacha kim tursa bir oyoqda oxirigacha 3 minut. Bari yo'q o'zi 3 minut qo'shiqqa zo'r o'ynash kerak, oyoqda tushirmaslik kerak. Oxirigacha turganga sovg'a beramiz. Agar uchingiz ham oxirigacha tursangizlar, xudo xolasa o'ynasangizlar, uchingizga ham sovg'a beramiz. Lekin qurib bir oyoqda turaverish kerak emas, o'ynash kerak bir oyoqda, raqsga tushish kerak. Demak, A klass, B klass, V klass yigitlar uchun bir qarsaklar bo'lsin. Tayyormisizlar, keling. Xorazmcha bo'lsinmi? Mayli, maestro, xorazmcha tayyorlaysiz akalarimiz iltimoslarini binoan. Bir zo'r edib raqsga tushinglar. Oyoqda tushirish yo'q. Undan keyin ham oyoqda almashtirish yo'q. Bir oyoqda. Shu ko'targan oyog'ingiz bilan oxirigacha turasizlar. Tayyormisizlar-ku? Bo'lmasa ketdik. Ha. Maestro, muzika! Ha! Bir oyoq, ha. Yerga tegmasin. Oho! Qani. O!
ko'taramiz, ha, yaxshilab. Zo'r o'ynaganga da qaraymiz. Hey! O, молодцы! Ana. Hey! O, ana biri chaqqan ekan bu. Oho! İşte. Ha, yeli bar yeli. Oh, qanaqa. Boş kimimiz. Oxirgacha. Ha! Oho! Ha! Oxirgacha. Qani boş kimimiz. Hop! Tezlashamiz. Ha, brat, ne bo'ldi? Ha! Ha, brat. Ozgina qoldi. Ha! Oh! Yozdirma. Молодцистон. Rahmat, bir qarsanglar bo'lsin. Qaysi klass? 9 V. V, qarsanglar. Zo'r. Yeli bu chabayaqda, o'yoqda ko'rmasa yeli. Rahmat. Oyog'i sovuq bolalardan. Rahmat. Bir qarsanglar bo'lsin. Alqishlab qo'yamiz. Rahmat. Keling buna. Qatnashgan ikki bolaga ham sovg'a berib qo'yamiz. Qaysi ya? Yaningizda chiqqan. Keling brat. Bir qarsang bo'lsin shu akamizga. Молодец. Rahmat. Ya birinchi chiqib ketgan brat. Keling, bir qarsanglar bo'lsin. A-klass. Alqishlar, sinfdoshlar nomidan. Zo'r, sog' bo'linglar deymiz, salomat bo'linglar. Rahmat, davom etamiz. Yana yigitlar bilan shou o'tkazamiz. Keyin qizlarimiz bilan o'tkazamiz, xudo xolasa shouda. Xo'sh. Yana xohlovchi ixtiyoriy 3 ta yigit kelsin. Yana chiroyli shou, sovg'alarimiz bor, sovg'a ko'p. Xohlovchi ixtiyoriy 3 ta yigit. Keling, mana brat keldi. Keling. Mana 2 ta bo'ldi. Yana biri kelsin. Yana bir yigit. Xohlovchi ixtiyoriy, keling. Bormi? Mana 2 yigit keldi. Ixtiyoriy, xohlovchi. Keling, Eldar aka, keling. Bo'ldi, 3 bo'ldi. Keling. Keling. Ya bo'ldi, mana 3 yigit chiqdi. Bir chiroyli shou o'tkazamiz 3 ta yigit bilan birga. G'olib bo'lganga sovg'a bor, xudo xolasa. Qo'rqmanglar, ichmaysizlar. Xo'sh. Pulsul tayyorlab tur deb qo'yadi ya. Pulsul yo'q. Xo'sh. 3 ta yigit. Aka keling. Siz shu yerda turib olasiz, mana sizning o'rningiz shouda. Aka keling, sizning o'rningiz mana shu yerda. Shu yerda turib olasiz. Brat keling siz. Sizning o'rningiz mana shu yerda bo'ladi. Yo'q, uzoq emas, hammaga teng. Aytaman hozir. Keling, shu yerda turib olasiz. Bo'ldi. Demak, shouning shartini tushuntiraman. Men 1 2 3 deyman. 3 degandan qo'shib qo'yiladi shu vaqtda. Bir donadan turgan joyingizga, ana shu yerga turgan joyingizga bir donadan kolalarni qatnaysizlar. Bir donadan. Turgan joyingizga mana siz shu yerga, shu yerga ekib qo'yasiz bir donadan. Siz bir donadan. Kim birinchi bo'lib 3 kolani bir yerga eksa, bir joyga 3 kolani jinasa shu g'olib bo'ladi. Birovning jinaganini olish haqqingiz bor. Misol uchun aka siz bu yoqdan kolasi 2 bo'lib turgan bo'lsa yugurib borib birini olib qo'yish haqqingiz bor. Kelishdikmi?
Barib bu yoqdan olib borgan kolasini olib ketmaga haqqingiz bor sizning. Kelishdikmi? Ha, bor. Lekin sharti bir danadan qatnaysizlar. Kim birinchi bo'lib 3 kolani bir yerga olib kelsa, shu shoudan g'olib bo'ladi. Tushunarlimi? Bu yoqdan kolasini borib olma haqqingiz bor. O'rtadan olib o'tirmay. Tushunarlimi? Aha. Bunda masalan uchun bir olish kerakmi? Bir dana. Bir danadan uchini bir yerga olib kelasiz. Bir danadan qatnaysiz. Hava, shu yerga. Bir danadan uchini bir yerga olib kelasiz. Kim birinchi bo'lib 3 kolani bir yerga olib kelsa, bir danadan qatnab. Tushunarlimi? Tayyormisizlar? Bir danadan uchini bir yerga olib kelish kerak. Birdan qatnaysiz.